Instagramdan bizga ko'p savol kelmoqda. Surunkali gepatit B dan to'liq davolanish mumkinmi? Keling, bugun shu savolga javob beramiz. Jigar kasalliklarini o'rganish bo'yicha Amerika va Yevropa uyushmalari va Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining ko'p yillik kuzatuv va tahlil xulosalariga ko'ra, hozirgi vaqtda surunkali virusli gepatit B dan tuzalishning 3 xil shakli bor. Birinchisi bu funksional sog'ayish. Bunda qonda HBs antigen yo'qoladi. PCR usulida tekshirilganda virus yuklamasi aniqlanmaydi. Lekin jigar hujayralarida virus DNKsi saqlanib qoladi. Bunday tuzalish turi virusga qarshi dorilarni 5 yildan ortiq uzluksiz ichgan bemorlarning 3% dan 8% gacha kuzatiladi. Ikkinchisi steril sog'ayish. Virusni to'liq organizmdan yo'qolishi, shu jumladan jigar hujayralaridan ham. Bu bor yo'g'i 1% bemorlardagina kuzatiladigan holat. Uchinchisi virusning suppressiyasini, ya'ni ko'payishini to'xtatish. Bunda PCR tahlilida virus aniqlanmaydi. Ammo HBs antigen saqlanib qoladi. Virusga qarshi dori ichayotgan bemorlarning aksariyati, ya'ni 95-98% da kuzatiladigan holat. Xulosa shuki, hozirda mavjud virusga qarshi dori vositalari bilan jigar hujayralari ichida yashiringan gepatit B virusini yo'qotishning imkoni yo'q. Ammo virusni ko'payishini to'xtatishga erishish aksar holatlarda gepatit B virusi keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan asoratlarni oldini olish uchun yetarli bo'ladi. Aslo xafa bo'lish kerak emas, chunki fan rivojlanmoqda. Kelajakda virusni butunlay yo'q qila oladigan dori vositalar paydo bo'lishi mumkin. Olimlar buni ustida ishlashmoqda. Bu ma'lumotlardan keyin ham sizda savol qolgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring.